Biz mamani 15 kundan keyin bir ko'ramiz. Mamamizni kutib olishga vokzalga keldik. Qudrat ikkalamiz biz izlab yurmiz mamamizni. Qay yerda ekan izlab yurmiz mamamizni. Voy, topolmayotirmiz. Qay yerda yur ekan? Izlaylik. Bo'lingdir. Ana topdik, jigiri qo'lida birdenki bor ekan. Ona mamamiz yaxshi ko'ramiz biz. Kim mamasini yaxshi ko'rmaydi? Ketdik. Bir narsa bor ekan qo'lida. Wow! O, korobka ekan. Ishinde ne bor ekan? Ko'raylik. Ishinde ne bor ekan deb o'ylaysizlar. Ko'raylik. Silog'imizni ko'rdik. Ang-tang bo'ldik. Mamam Qudratning qo'lidan silog'ini oldi. Qudratning betidan sildi. O, mening de betimda sildi. Biz Rabin singlimizni olib ketuvga Sadiqga barajatirib. Ol bizning 3-chi singlimiz. So'ndaqdan biz Sadiqga keldik. O'yinchig'ini olib chiqami, olib chiqmaymi? Ol kecha bir o'yinchig'ini qoldirib ketibdi. O, olib chiqdi. Endi singlimizni tobaylik. Mana singlimiz chiqdi. Mamamizni ko'rdi. Mamamizni ko'rib qattiq quvondi. So'ndaqdan mamamizni quchoqlaying deb jatir. Do'stlar, sizlar mamalaringizni qancha yaxshi ko'rasizlar? U da so'lar qancha yaxshi ko'radi. Biz uyga qaray boraylik endi. Rabinur yeshdan keyin sinberdi. O'yatib olib ketdik. Bunaning ishinde ne bor ekan, kelasi videoda ko'ramiz.